qiz bola davom etadigan, lekin qiladigan ishlari. Hammada bilmadim qanaqa, lekin shunaqangi yomon ko'raman. Makiyajdan keyin kechqurun yuzimni yuvib yotishda, даже makiyaj qilmasam ham SPF sursam, хотя бы shuni klinzer bilan yuvishim kerak. Juda ham erinchoq qizman o'zi, ayniqsa juda ham chiroyli makiyaj qilganimda. Keyingisi yuvinish yoqmaydi. To'g'ri, yuvinib chiqsalar maza qiladi, hammaga yuvinish yoqadi, lekin kirib olgungacha hammomga bu juda ham qiyin protsess. O'zi почти har kuni qizlik paytida ham hozir ham почти har kuni yuvinaman, lekin erinchoqman, bilmayman, nimagadir shu kirib olishga. Keyingisi ovqatlanishga borish, ya'ni kiyinish. Ovqatlanishga borish juda ham yaxshi ko'raman, juda ham xoliyman va ovqatlanishni juda ham yaxshi ko'raman, lekin ko'chaga chiqib olgungacha juda ham qiyin protsess. Bu ham kiyinish, bo'yanish, qanaqa ukrasheniya taqish, bular ham shunaqangi meni vaqtimni oladi. To'g'risi juda ham erinchoq qizman o'zi, bular menga qiyin. Nima deb o'ylaysizlar, sizlarga nimalar qiyin o'zida? Kстати, menga Accessory'dan mana shunaqa 5 ta naqa keldi, box keldi. То есть boxda mana shunaqa narsalar keldi. Obzorini obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'rsataman. Qanaqa ishlaydi, rostdan o'zi ishlaydimi, chestный obzor qilib.